Assalomu alaykum hammaga. Bizda yangi devor mebel. Andijonga Xo'jaobodga kelganmiz. Arzon variantli devor mebel tayyorlaymiz. Orqasiga ham ob'oylardan yopishtirib qo'yishdi. Klientlarimiz mana shunaqa qilib chiroyli chiqadi, xudo xolasa, sekin ko'rsatib bor. Mebelimiz korpusi tayyor bo'ldi. Bitta taraf shkaf, bitta taraf taxmon, o'rta televizor podstavka sekin ko'rsatib boradi. Mebelimiz tayyor bo'ldi. Dub ankor laminat matrisdan tayyorladik. Andijon Xo'jaobodda biz. Xo'p, bu yerda ikkita chekka arzon variantda, o'rta televizor podstavka qimmat variantda bo'ldi. Shu orqasi ko'rinadigan holatda bu shkafimiz. Oshma-moshalar vakuumli, turbali ruchkamizni tilla rangidagisidan qo'ydik bu safar. Bu tarafimiz taxmon. O'sha aboyi qolganlardan olib tashlashgan. Oshma-moshalar vakuum. Mana shu holatdagi narxi 4 800 ming so'mga tayyor bo'ldi. Qanaqa chiqdi? Fikr mulohazalari kommentariyada yutib qolamiz.